Tasavvur qiling, hozir sizni tuya terisi va qandaydir ekzotik moylar hidi kelib turgan og'ir gilamga o'rab, ikki kishi xuddi oddiy mebeldek ko'tarib ketishyapti. Og'irlikdan zo'rg'a yurishmoqda. Siz juda sekin nafas olyapsiz, chunki bitta noto'g'ri harakat va hammasi tugaydi. Tashqarida askarlar sizni qidiryapti. Butun Iskandariya bo'ylab izlashmoqda. Qiziq tomoni, sizni qidirayotganlar ham erkaklar, sizni sotganlar ham erkaklar, hatto o'z oilangizdagilar ham qidiryapti. Sizni ko'tarib ketayotgan erkaklar esa Rimning harbiy nazorat punktiga yaqinlashadi. Yuragingiz gilam ichida qattiq urganidan, gilamdan sezilib qolmayaptimikan deb o'ylayapsiz. Sizni bu harakatingiz tarixdagi eng jasur harakat ham bo'lishi mumkin yoki eng ahmoqona o'lim ham. Bu 50-50. Sizni olib ketayotgan odamlar soqchilarga xotirjam ohangda general Sezar uchun yetkazib berish deydi. Go'yoki ular qochqin malikani emas, oddiy yuk olib ketayotgandek. Sizni eshiklardan olib o'tishadi, zinadan yuqoriga ko'tarishadi. Atrofda lotin tilida gaplashayotgan ovozlar eshitiladi va birdan sizni sovuq marmar polga tashlab yuborishadi. Gilam asta-sekin ochiladi va qarshingizda Yuliy Sezar, eng qo'rqinchli generallardan biri. U sizga qarab qoshlarini ko'taradi. Uning ortida turgan maslahatchilar esa gapning o'rtasida muzlab qolishadi. Hech kim sizda bunaqa kirib kelishingizni kutmagandi. Siz tik turib Sezarga qaraysiz va mukammal lotin tilida aytasiz: "Men siz bilan gaplashib olishim kerak." Yolg'iz. Endi esa 21 yil ortga qaytamiz. Oilam, bu video hammasidan ham kuchli deb o'ylayman. Ko'p narsani o'rganasiz, ham qiziqarli tarixda yashaysiz. Men M-Shop Kids kiyim do'konini tashkil qildim va ko'pchilik arzonligidan "Bu rostmi?" deb hayratga tushyapti. Bizda kiyimlar to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan keladi. Birinchi qo'l bo'lganimiz uchun juda arzon. Kommentariyadagi havola orqali o'tib ko'rishingiz mumkin. Mahsulotlar juda oz qoldi. Chet elda yurganlar uchun ham jiyanlariga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Endi esa Kleopatra hayotiga sho'ng'iymiz. Siz Firavn Ptolemey 12ning 3-farzandi sifatida tug'ilasiz. Bu oddiy oila emas, bu shajarasi juda kuchli. Chunki Ptolemeylar sulolasi hokimiyatni shu oilada saqlash uchun borini beradi. Oilaviy uchrashuvlarda siz oddiy kechki ovqatni tasavvuringizga sig'dira olmaysiz. Bu oilada kechki ovqat ham deyarli siyosiy maydon. Sizning birinchi so'zlaringiz yunon tilida chiqadi. Ikkinchi so'zlaringiz esa xizmatkorlarga buyruq yoki tahdid bo'ladi. Boshqa bolalar hali qum o'ynab yurganida siz 7 yoshga kelib 7 ta tilda gaplasha olasiz. Har bir yangi til sizning qo'lingizdagi yana bir qurol. Axir kimnidir pichoqlashdan ko'ra, uni o'zini tilida haqorat qilish kuchliroq emasmi? 10 yoshga kirganingizda otangizni g'azablangan olomon Misrdan quvib chiqarayotganini ko'rasiz. Mana sizga birinchi siyosiy dars. Mashhurlik vaqtinchalik. 3 yildan keyin u Rim yordamida qaytadi. O'sha 2 yil oldin unga tosh otgan odamlar endi unga xizmat qiladi. Ikkinchi dars, qilich ushlagan odamlar prinsiplardan kuchliroq. Sizning ta'limingiz oddiy fanlar emas. Siz omon qolishni o'rganasiz, chunki bu oila dunyodagi eng xavfli oilaviy yig'ilish. Katta opangiz 2 marta taxtni egallashga uringan va endi u yo'q. Boshqa opangiz Arsinoy esa sizga kechki ovqat payti qotil nigohi bilan qaraydi. Bu oilada faqat bittangiz tirik qolishingiz aniq. Bu mana shunday nigoh. 18 yoshga to'lganingizda otangiz vafot etadi. Vasiyatiga ko'ra, siz va sizning hali 10 yoshga ham to'lmagan ukangiz birgalikda hukmron bo'lasiz. Va yana siz unga turmushga chiqishingiz kerak, chunki ular uchun barqaror davlat hali bola bo'lgan odam bilan turmush qurish. Chunki toza qon buzilmasligi kerak. U hali o'zini o'zi zo'rg'a boshqarsa ham, endi u sizning eringiz, ham shohingiz. Qadimgi Misrda taxtni oilada saqlash shunchaki gap emas, bu ichki qonun. Oradan 3 oy o'tadi, ukangizning maslahatchilari sizni hokimiyatdan siqib chiqaradi. Qirol endi yolg'iz hukmronlik qiladi deb e'lon qilishadi. Siz esa atrofingizda hech qanday ittifoqchi yo'qligini tushunasiz. Qimmatbaho taqinchoqlar taqib olgansiz. Ular bilan hatto jangovar kemani cho'ktirsa bo'ladi, lekin bu yerda ular sizni qutqarmaydi. Bosim juda katta. Lekin siz nima qilasiz? Siz janjal qilmayapsiz, siz baqirmayapsiz, siz shunchaki tabassum qilasiz va o'sha kechasi ozgina oltin olib, eng ishonchli odamingiz bilan qochib ketasiz. Ukangizning odamlari sizni chegaragacha quvib boradi. Fuqarolar urushi boshlanadi. Oylar o'tadi, lekin hech kim yutib chiqmaydi. Shunda sahnaga Yuliy Sezar chiqadi. Rimning eng qudratli generali. Ukangiz o'zini aqlli deb o'ylab, Sezarning dushmani Pompeyni o'ldiradi va uning boshini sovg'a sifatida unga taqdim etadi. Sezar esa bundan jirkanadi. Hatto qadimgi Rimda ham obro' uchun bunday past ketish, ya'ni paxta qo'yish yoqimsiz edi. Bu xabar sizga yetib keladi. Siz tushunasiz, imkoniyat paydo bo'ldi. Sezar hozir sizning saroyingizda va u hali hech kimning tomonidan olmagan. Demak, uni hayratda qoldiradigan kirish qilish vaqti keldi. Siz sodiq savdogarni topasiz. Katta gilamni tayyorlaysiz, pardozingizni mukammal qilasiz. Ba'zan hayotda oldinga chiqish uchun odam gilam ichida o'likday yotishga ham tayyor bo'lishi kerak. Siz buni ancha oldin tushungansiz.
Gilam ochiladi, siz chiqasiz va butun holatingiz bilan go'yo men bu yerning malikasi emas, ma'budasiman degandek tik turasiz. Bu oddiy yetkazib berish emas. Sezarning askarlari darrov qilichlariga yopishadi, lekin Sezar ularni to'xtatadi. U sizga qiziqib qolgan. Bunday dramatik kirish uchun sizga 1 ball berildi. Siz mukammal lotin tilida gapirishni boshlaysiz. Ukangiz sizga qarshi qilgan to'ntarishni tushuntirasiz. Ovozingizda yetarli darajada qurbonlik bor, lekin ichingizdagi po'latdek qat'iyat ham seziladi. Bu sizdagi eng kuchli jihat, ya'ni siyosiy teatrning eng yuqori darajasi. Natija, Sezar sizni qo'llab-quvvatlaydi. Ukangizning maslahatchilari esa shunchaki gilam ichidan chiqqan ayol ularni yengganini tushunishadi. Ularning yuzlari qotib qoladi. Qariya Potinus esa go'yoki zahar yutgandek. Bir necha kun ichida siz yana saroydasiz. Sezar bilan birga. Ukangiz g'azabga to'ladi. Uning odamlari qo'shin yig'ib Iskandariyada qo'zg'olon ko'taradi. Sezar esa kam sonli askarlar bilan saroy ichida qamalib qolgan. Jang davomida Iskandariyaning buyuk kutubxonasi yonib ketadi. Minglab qo'lyozmalar kulga aylanadi. Tarixchilar bu haqida hali uzoq gapirishadi, lekin siz uchun muammo boshqa. Tirik qolish. Qamal oylar davom etadi. Siz va Sezar birga strategiyalar tuzasiz. Oxiri Rimdan yordam kelgandan keyin ukangiz qochishga urinadi, lekin u oltin zirhli sovut kiygan holda dengizga tushib, cho'kib ketadi va shu bilan siz g'alaba qozonasiz. Qadimgi dunyoda ukangizni bunday o'limi sizning mukofotingiz edi. Singlingiz Arsinoya ham tartibsizlik paytida taxtni egallashga urinadi. Sezar uni tiriklayin qo'lga oladi. Bu sizning rejangiz emas, lekin u uni zanjirband qilib Rim bo'ylab namoyish qilishga va'da beradi. Bu deyarli o'lim bilan barobar. Va endi siz yana taxtdasiz. Bu safar esa yoningizda shunchaki ittifoqchi emas, dunyoning eng qudratli generali, sevgilingiz sifatida. Agar o'sha davrda Instagram bo'lganida, sizniki butun dunyoni portlatgan bo'lardi. Meniki esa mana bu. Obuna bo'lsangiz, jinoyat va g'alati hodisalar haqidagi videolarni o'tkazib bormaysiz. O'sha davr qonunlariga ko'ra, Sezar sizni va yana bir ukangiz hali yosh Ptolemey 14 ni hukmdor qilib qo'yadi. Yana bir uka er sifatida. Lekin bu ukangiz sizga umuman qarshi chiqmaydi. U shunchaki maneken va u kutilmaganda suv hodisasi tufayli yo'q bo'lib qoladi. Sezar bilan munosabatingiz shunchaki romantika emas, bu strategiya, bu siyosat. Sezar har kuni men qarorlar qabul qilyapman deb o'ylab uyg'onadi. Aslida esa siz kecha uning ongiga kerakli fikrlarni joylashtirib bo'lgansiz. Klassika. Keyin Kleopatra homilador bo'ladi. Bu oddiy voqea emas, bu hokimiyat yurishi. Boshqa ayollar sovg'a sifatida zargarlik oladi. Malika esa imperiya va sulola. Sezar sizni Rimga olib ketadi. O'z villasiga joylashtiradi. Rimliklar esa buni yomon qabul qiladi. Ular o'z an'analarini shu qadar qattiq ushlab turishadi. Ularni jahlini chiqargan narsa chet ellik malika Rim markazida. Bu ular uchun dahshat. Siz o'g'il farzandli bo'ldingiz. Kesari, kichik Sezar. Bu bola sizning rejangiz. Dunyodagi eng qudratli odam bilan aloqangizning tirik isboti. Sug'urta polisi. Sezar sizni ulug'laydi. Paradlar o'tkazadi. Hatto Venera ibodatxonasida sizning oltin haykalingizni o'rnatadi. Rim senatorlari buni ko'rib turibdi va ular uchun bu juda xavfli signal. Hamma joyda qizil bayroq. Shu paytda Misrda hammasi ideal ishlayapti. Hosil yaxshi, soliqlar oqib kelmoqda, siz yangi inshootlar quryapsiz, ibodatxonalarni kengaytiryapsiz va bularning barchasini masofadan turib boshqaryapsiz. Firavn uslubida. Keyin hammasi bir kunda o'zgaradi. Siz Sezarning ko'zlariga qaraysiz va senatorlar undan qutulishga qaror qilganini tushunasiz. Mart oyida uni senat binosida 23 marta pichoqlashadi. Tarixdagi eng shafqatsiz jamoaviy qotillik. Va shu bilan siz birdan hammasini yo'qotasiz. Kleopatraning himoyachisi, sevgilisi, siyosiy ittifoqchisi. U endi qon ichida yotibdi. Va o'sha senatorlar endi sizga qarashmoqda. Keyingi nishon sifatida siz dafn marosimini ham kutmaysiz. Bolangizni olasiz, oltiningizni olasiz va Sezarning jasadi hali sovimay turib Rimdan chiqib ketasiz. Siz Misrga qaytasiz, chunki hech bo'lmasa siz u yerda dushman kimligini bilasiz. Rim esa yana fuqarolar urushi ichida qoladi. Sezarning qotillari uning ittifoqchilari bilan urush boshlaydi. Siz esa uzoqdan kuzatasiz va keyingi yurishingizni hisoblab chiqasiz. Sizning o'g'lingiz Sezarning yagona tirik farzandi, lekin Rim hech qachon begona ayoldan tug'ilgan Misr shohini qabul qilmaydi. Demak, sizga yangi ittifoqchi kerak. Kuchli va boshqarilishi mumkin bo'lgan. Masalan, Sezarning o'ng qo'li Mark Antony. Demak, yana sahnaga chiqish vaqti keldi. Mark Antony va Oktavian Rimni o'zaro bo'lib olishadi. Antony sharqni oladi, sizni hududingizni ham. U sizni Tarsusga chaqiradi. Siz esa u yerga darrov bormaysiz. Yo'q, siz uni kuttirasiz. Haftalab. Keyin esa shunchaki kelmaysiz. Siz kirib kelasiz. Shunday kirib kelasizki, hatto bunaqa kirib kelishni hozirgi har qanday odam qila olmaydi.
Siz binafsha yelkanli oltin kemada daryo bo'ylab suzib kelasiz. Kumush eshkaklar, xushbo'y shamollar, atrofingizda farishtadek kiyingan xizmatkorlar. Antoni esa qirg'oqda turib sizni kutadi va asta-sekin o'zini yo'qota boshlaydi. Galyani zabt etgan jangchi endi oddiy o'smirdek hayajonlanib qoladi. Ha, mana shu yerda ayol makrining cho'qqisini ko'rish mumkin. Missiya bajarildi. Siz uni kechki ovqatga taklif qilasiz. Keyin yana va yana. Har bir ziyofat oldingizdan ham dabdabaliroq. Antoni o'zini siz yoqtirib qolgan inson sifatida ko'rishni boshladi. Aslida esa siz uning kelajagini yozib qo'yapsiz. Hatto uning askarlari ham uni Kleopatraning xizmatkori deb atay boshlaydi. Sezardan farqli o'laroq, Antoni jismoniy jihatdan ko'proq kuchli, lekin strategiya va aql jihatdan Sezar ancha kuchli. Shuning uchun Antonini bo'ysundirish sizga nisbatan oson bo'ldi. Yana bir muhim tomoni, u Rimning yarmini boshqaradi. Demak, siz ishlaysiz bor kuchingiz bilan. Siz ittifoq tuzasiz. Bu biznes va zavq. Siz uchun ko'proq biznes, u uchun esa zavq. Siz bu o'yinni oldin ham o'ynagansiz, faqat bu safar sherik biroz boshqacha. Antoni urushlari uchun Misr oltini va doniga muhtoj. Siz esa taxtingizni saqlash uchun Rim armiyasiga muhtojsiz. Kelishuv aniq, siz uning rasmiy hamkoriga aylanasiz, hattoki u Rimda Oktavianning singlisiga uylangan bo'lsa ham. Oldinda juda qiziqarli oilaviy kechki ovqatlar. Keyin Kleopatra yana homilador bo'ladi. Bu safar egizaklar. Aleksandr Helios va Kleopatra Selena. Quyosh va oy. Shu paytda Oktavian Rimda sizga qarshi propaganda boshlaydi. Siz esa Antoni bilan Sharqiy O'rta Yer dengizini bo'lib olyapsiz. Armaniston sizniki, Suriya sizniki, Kilikiya sizniki. Bu endi oddiy siyosat emas, bu imperiya qurish. Keyin siz mashhur ziyofatni uyushtirasiz. Bir marvaridni olib, uni eritib ichib yuborasiz. Shunchaki Antoni bilan kelishilgan garovda, ya'ni kim kattaroq ziyofat o'tkazadi deyilgan garovda yutish uchun $1 million ichimlik. Rimliklar shokda, Misrliklar hayratda. Hisobchingiz esa deyarli hushdan ketadi va siz Antonini majbur qilasiz. U sizning o'g'lingiz Kesarini Sezarning haqiqiy merosxo'ri deb tan oladi. Bu esa Oktavian uchun ochiq urush e'lon qilish bilan barobar. Endi esa hammasi yanada keskinlashdi, chunki Sezar Oktavianni rasmiy ravishda o'g'li qilib olgan, boshqa malikaning farzandi merosxo'r bo'lishi unga juda qattiq ta'sir qiladi va o'sha paytdan boshlab hammasi shaxsiy urushga aylanadi. U qo'shin to'play boshlaydi, Rimga qaytgach, Antoni obro'sini yo'qota boshlaydi. Oktavianning propaganda mashinasi esa to'liq kuch bilan ishlayapti. Xabarlar tarqaladi. Antoni endi Rimlik emas. U Rim qadriyatlarini sotdi. U Rim hududlarini begona malikaga berdi. Eng yomoni, bularning aksariyati haqiqatga yaqin. Va keyin oxirgi zarba. Antoni Oktavianning singlisi bilan ajrashadi. Oddiy ajralish emas, bu qadimgi dunyodagi matn orqali ajrashish. Lekin bu matn bilan birga urush ham keladi. Urush endi muqarrar. Oktavian urushni rasman sizga qarshi e'lon qiladi. Antoniga emas, sizga. Chunki rimliklar uchun bu qulayroq. Oktavian ham buni biladi. Ular boshqa rimliklarga qarshi urushgandan ko'ra, chet ellik dushmanga qarshi jang qilishni afzal ko'rishadi. Sizni esa yovuz, erkaklarni yo'ldan uradigan ayol sifatida tasvirlashadi. Go'yoki siz buyuk Antonini buzib qo'ygansiz. Bu tarixdagi eng muvaffaqiyatli propaganda kampaniyalaridan biri. Siz va Antoni barcha kuchlarni yig'ib, Gretsiyadagi Aktiumga to'planasiz. Sizning flotingiz Oktavianning floti qarshisida. Kim yutsa, butun Rim dunyosini egallaydi. Jang boshlanadi. Dastlab yomon emas, lekin yaxshi ham emas. Va keyin siz hal qiluvchi qaror qabul qilasiz. Siz kemalarga chekinish signalini berasiz. Kuchlarni saqlab qolmoqchisiz, lekin Antoni sizning kemangiz ketayotganini ko'radi va u ham hammasini tashlab sizning ortingizdan ketadi. Natija, butun jang buziladi. Sizning qo'shinlaringiz parchalanadi. Antoni askarlari taslim bo'ladi yoki qochadi. O'yin tugadi. Siz Misrga qaytasiz, Oktavian ortingizdan kelmoqda. Siz Antonining sadoqatini sinash uchun o'zingizni o'lgandek ko'rsatasiz. U esa bunga qanday javob beradi? U o'zini pichoqlaydi. Siz voqea bunaqa bo'lishini kutmagandingiz. Siz aslida tiriksiz. Uni sizning yashirin joyingizga olib kelishadi. U qon ichida sizning qo'lingizda jon beradi. Endi esa siz yolg'iz qoldingiz. Oktavian Aleksandriyaga yetib keladi. Sizda boshqa karta qolmagan. U sizni tiriklayin Rimga olib borib, g'alaba paradida namoyish qilmoqchi. Bu eng katta xorlik. Siz buni qabul qilmaysiz. Siz Antoni qabriga oxirgi bor borishni so'raysiz. Keyin cho'milasiz, eng chiroyli qirollik kiyimini kiyasiz. Oxirgi hashamatli taomni yeysiz. Bir dehqon sizga anjir savatini olib keladi. Oddiy ko'rinadi, lekin ichida yashirin yetkazib berish bor. Siz barcha xizmatkorlarni jo'natasiz, faqat eng ishonchli 2 kishini qoldirasiz. Oxirgi maktubni yozasiz. Antoni bilan birga dafn etilishingizni so'rab va keyin savatga qo'l uzatasiz.
Ichidan ilon chiqadi. Zaharli ilon. Siz uni ko'kragingizga bosasiz. Zahar tez ta'sir qilishi uchun. Endi Oktavianning zanjirlari yo'q. Namoyish yo'q, xorlik yo'q. Bu sizning oxirgi kuchli harakatingiz. Oktavianning odamlari bostirib kiradi, lekin kech. Juda kech. Siz allaqachon ketgansiz. Qo'lingiz oltin divanga tushib qolgan. Lablaringiz biroz ochiq. Tana esa hali ham qandaydir kuchni eslatib turadi. Oktavian sizni zanjirband qilib xalq oldida namoyish qilmoqchi edi, lekin siz o'limingiz bilan undan ustun keldingiz. Oradan 2000 yil o'tsa ham odamlar siz haqingizda gapirishda davom etadi. Afsuski ular ko'pincha sizning Misrni qanday boshqarganingizni yoki 7 tilda gaplashganingizni emas, balki kim bilan birga bo'lganingizni muhokama qilishadi. Sababi odamlar trendi, afsuski shunaqa narsalarda yaxshi ishlaydi. Ha do'stlar, men YouTube'da va Telegram kanallarimda bu haqdagi videoni e'lon qilganimda ham ko'pchilikni xayoliga faqat Kleopatrani kimlar bilan yurgani qiziqtirdi. Ha, u balki yaxshi ayol bo'lmagandir, lekin bu qadimgi Misr. U qanday bo'lganidan qat'iy nazar, ayol makridan maksimal foydalana olgan. Kuchli, aqlli, 7 ta tilda gaplasha olgan. Xullas, shunaqa gaplar. Mani boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating, sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizga ehtiyot qilinglar, hozircha xayr.